Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli fidoyilar ekranidagi ko'ruvchilar, bugungi Qur'ondan nazar programmamizning 92 qismida monopol qilingan chegara degan temada Angliyada Londonda turayotgan ustoz Kerem Zahir efendi bilan birga suhbatimizni olib boramiz. Assalomu alaykum, qanday ahvolar, yaxshimi? Aleykümselam. Allah'a şükür. Özür dilerim. Yaxshi, Xudoga shukr. Fidoyi qarindoshimiz Mutish amon turibdi meni. Programmaga qiziqish bek ko'p. Har qaysi sohalarda izlanayotgan, mayli ziyoli bo'lsin, mayli diniy kesimdagi qarindoshlar bo'lsin, programmani ko'rayotibdi. Shunday qilib, bugun bir 92 qismiga kelibmiz. Bugungi shu monopol qilingan chegara degan chog'da nimani maqsad qilamiz? Monopol qilinmasi qanday bo'ladi? Shuningga sizlar bilan birga Qur'ondan nazar tashlasak, qani rahmat ustoz. Assalamu aleyküm. Dünyanın akası yaylarda görmetli kıyırındaşlar. Hem Allah'ın ki muş vakit hayırlı olsun. Aleykümselam. Aslında bu çigara degenini nemede Arapçada hudud dep atıldı. Hudud her nesindeki en ahırki çekini belgileş. Yani dairesini belgileş. Ne bildirdi? O ahlaktan tatip, ilim, yemek içmekten tatip, ta ki siyaset, iktisat, cemiyetki kadar hem nesneki bir dairesini belgileydigan bir nesi. Bunun özüne Kur'an'da hudud dep ataydı. Uygurca o çigara dep atıldı genelde. Şun bu sahada hem de Kur'an'daki etiqat, Kur'an'ı təbliğ qilish, ibadet qilish, yani ibadet, siyaset, iktisat, söz, hareket, muamele, kişilik münasebet, ticaret, yemek içmek, kiyim keçek, yürüyüş duruş, qatarlıq nurgulluğun sahaga çetişlik bir yani asasen hem sahaga çetişlik bir kelimemdi bu hudud kelimesi. Ya ki bu belgeleme hem sahaga aşındaki özü çetişlik bir belgeleme. Hem de Kur'an-ı Kerim'de misal itiqatqa kelsek, itiqatda iman sahası da Allah Teala Sure Beqar'da Allah'a, Allah'ın peygamberinin periştelerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiretke işinişini iman dep belgilegen. Yani şu daire, şu iman dairesi hesaplandı. Hem de bunu hazırki zamanda her xil sahadaki itiqadi mezhepler çoğudigen vaqtda un tamamen özündeki itiqadıga boysunduğan halatda vel kadri hayrihi ve şerrihi minallahi taala vel ba'si ba'del mevt degan öz kelimeler bilen nim qilgan hamdi. Bu beşiniki sırtıda kaderge işiniş ve ölgenden keyin yaxşılık ve yamanlıkka yani vel kadir hayrihi ve şerrihi minallahi taala vel ba'si ba'del mevt. Ölgenden keyin tirilishga işiniş. Nima aşının içiga qo'shgan? Yani Kur'an degan vaqtda onu qo'shmagan. Nima uchun degan vaqtda Qur'onning ichida qadarga munosabatlik oyatlar bo'lganligi uchun va o'lgandan keyin tirilishga munosabatlik oyatlar bo'lganligi uchun bir odam Qur'onga ishonsa, u o'zi qadarga ishongan bo'ladi, o'lgandan keyin tirilishga ishongan bo'ladi. Yani oxiratga ishonish zaten shunga dalolat qiladi. Shuning uchun bu yerdagi gerçi uniki nemisel ki bu şartlar Kur'an'ın içi çıkan takdirde mi imanniki maddelerni köpeytiş okşaş. Özündeki yani şu kayaşı boyunca desek boludu. Ancak özü imanniki maddelerini köpeytip imanni özündeki kayaşı arkalık monopol kılış. Ancak özü boğalık için bu hudud
Yani bu Allah Taala belgilegen chegara 5 bilan to'xtaydi. 5ning sirtiga chiqmaydi ve onun kemaytilmaydi. Şu dairenin içinde bo'lsa bo'ladi. Chegara aş dairenin içinde. Lekin bu chegarani buzib, yetti qıvılık qildi bu nemening o'zida. Shuning uchun bu iymonniki e'tiqod sohasining o'zini mushundaq o'z nima bilan monopol qilib oliqliq. Shuning uchun buniki e'tiqod sohasidagi, iymon sohasidagi bu hadisdagi mushu iymon ahkomlari yoki iymondagi shartlari bu tamamen Qur'oni Karimga selinish kerak. Qur'oni Karimga selingandan keyin uning o'z eshib qolgan yerlarining o'zini tashlab Qur'oni Karimga uyg'unlashtirish lozim. Agar o'zi Qur'oni Karimni bu rivoyatlarga uyg'unlashtirgan vaqtida nim bo'ldi degan vaqtida Qur'ondagi iymon o'zi hadis bilan monopol qilingan bo'ldi. Bu vaqtda tamamen Qur'on ko'rsatgan iymon buzilgan bo'ldi shu vaqtda. İbadet monopol qilingan, yani bu onu mu deb o'tdik burunqi nemilde, lekin ibadetning chegarasi. Ibadetning chegarasi degan vaqtda Qur'oni Karimda ko'rsatilgan bo'yicha emas. Ibadetning ichida namoz, roza, shu ikkisi asosan ibadet qatoriga kiradi. Qur'oni Karimda ko'rsatilgan bu namozning o'zi hozirgi Qur'onga qaytgan bo'ldi. Qur'onni asos qilamiz. Qur'onning boshqa narsada u namoz, ibodat sohasidagi narsalar ko'rsatilgan bo'lsa, uni Qur'onga tatbiqlab ko'ramiz. Agar uningga to'g'ri kelmasa, biz uni Qur'onga bo'ysundiramiz yoki bo'lmaydi, Qur'onni asos qilib uni tashlaymiz deb ketayotgan olimlarning ichidami buning qaytiqliq ham shu namozniki Aqtırıp Qur'on hamma yerini aqtırgandan keyin 3 vaqt ekanligini tepiqliq. Nurg'un o'zi Turkiyadagi olimlardan bir qanchasiniki namozniki 3 vaqt ekanligini Qur'onda belgilaganligini bayon qilaqliq. Endi uni bizning olimlar degan vaqtida 5 vaqtga bo'liklik. U yerda kelimaning o'zini zulab degan bir kelimaning o'zini zulpaniki ko'pligi. Hem bu köprük deganni arab tilida ikkidan yuqori o'g'inning o'zini köprük deymiz. Yani eng oz bo'lgancha 3 bo'lish kerak. Shu vaqtida u zulpa degan kelima to'g'ri keldi. Shu vaqtida bu valqi 5 vaqt namoz ashnodan chiqib demakchi endi. Shunday qilib valqi qiynab kelimining o'zini mana aytib o'zi parçalab bo'lanmay, u yerda vaqtni 5 ga aylantirib bo'lanmay, shunday jafo tortiqliq. Uning sababi nima degan vaqtida 5 namoz hikoyasi bu nimilda rivoyatlarda va fiqh kitoblarda bo'lganligi uchun u o'zi 5 namozdagi u hikoyaning o'ziga Qur'oni Karimni bo'ysundirib, Qur'oni Karimni fiqh kitoblar bilan va rivoyatlar bilan o'zi monopol qilib oliqliq. Ya'ni bu Qur'onniki namozni ko'rsatgan, namozning vaqtini ko'rsatgan doiraning o'zini, chegarasining o'zini buzib, bu 3 vaqtning o'zini buzib, ya'ni 5 vaqtga aylantirib oliqliq yani. Bunday aytgan vaqtida. Yani demak ibodatnimi shundaq o'zi ibodatlarning chegarasini shundaq buzib tashlab o'tliq. Yani tabliğ degan vaqtimizda Payg'ambar alayhisalomga Allah Taala Qur'oni Karimda ya ayyuhan nabiyyu balligh ma unzila ilayk fa illam taf'al fama ballaghta risalatahu vallahu ya'simuka minan nas degan mush oyatniki oyatga asosan tabliğ qilish, haqni yetkazish insonlarga har bir insonniki vazifasi. Bu haqni yetkazishniki chegarasi qayerga boradi degan vaqtda chegarasi yana bir odamga shuni so'zlab to'xtaydi. Onu chegarasini Qur'oni Karim qanday belgilagan degan vaqtda la ikraha fid-din bilan belgilagan. Ya'ni sen kishilarga yetkazishing kerak, lekin u yetkazgandan keyin mushu to'g'ri, endi sen buningga majburan kirsa deb kishilarni u e'tiqodga yoki u ishga o'zi majburlashing bo'lmaydi. E'tiqodga majburlashga bo'lmaydi yani. Bunday aytgan vaqtida endi bizniki hozirgi vaqtdagi diniy olimlarimiz degan vaqtda bu e'tiqod nima? Bu tabliğning o'zini
kishilarga yetkazish ham u yetkazgan narsa to'g'rimi xatomi o'zimi bilmas ekandi. Uni to'g'ri deb his qiliqliq va uningga o'zi bu bundaq emas degan odamlarga murtad, murji, kofir, andaq, mandaq deb nurg'ulg'an o'zi haqoratlarni qilish orqali bu Qur'oni Karimdagi chegara la ikraha fiddin degan chegaraning o'zini buzib, vala tasubbul lazina yad'una min dunillahi degan o'zi Alloh taolo bekitgan bu chegaraning o'zini buzib, boshqa insonlarga zulm qildigan bundaq ishlarni qilyapti. Qur'onning o'zidan bu sohada deylik tilka hududullohi fala taqrabuha fala ta'taduha ve men yeta'adda hududallahi fe ulaikumuz zalimun degan oyatlar bor. Ya yana boshqa oyatning o'zida faqat zalama nafsa deb o'zi to'xtaydi. Bu ikkilisi o'zi ikkisini bir yerga kelgan chog'da ikki tarafga zulm qilgan bo'ldi. Ya'ni bir odam bizga haqorat qilsa, bizmi ba'zi vaqtda uni haqorat qilib qolamiz. Shu vaqt nima bo'ldi desa, ikki tarafga zulm qilgan bo'ldi. Ya'ni Alloh taoloning bu tabliğ sohasidagi chegarasini buzish ikki tarafga ziyon beradi mana shu vaqtda. Yani e'tiqod sohasida asla bir odamni majburlash va u odam boshqa bir e'tiqoddagi yoki bo'lmaydi boshqa bir mazhabdagi deb uni o'zini ayiblash Qur'oni Karim cheklagan. Qur'oni Karim o'zi bekitgan bir chegara, uni haqorat qilsanglar yoki ayblasanglar bo'lmaydi, yoki bo'lmaydi uni majburlasanglar bo'lmaydi deb degan o'zi chegarasini shunday bekitib qo'yuqliq. Bu chegaraning o'zini buzib insonlarning o'zini ayblash, haqoratlash bu Qur'oni Karimdagi ve men yeta'adda hududallahi faqat zalama nafsa degan oyatiga asosan bu o'zi qattiq jinoyat hisoblanadi. Mana bu vaqtda. Yana bir siyoset. Siyosetda Qur'oni Karim biz davlatchilik babida hammani bir so'zlab o'tdik. U nima degan vaqtida davlatning ichida adolat, hamma insonlarga barobar muomala qilish asos qilgan holda, barobarlikni asos qilgan holda adolat bilan muomala qilish, adolat oldi hamma insonlarga barobar muomala qilish mana shu vaqtida bu davlatning ichida qiladigan siyosat tashqi siyosatda manfaat asos qilindi. Payg'ambar alayhissalommi nimada Hudaybiya sulhisining o'zidami davlatning manfaatini asos qilgan holda tengsiz bir o'zi kelishim bo'lsa-mu, o'shada shu davlatning manfaatiga shu uyg'un kelganligi uchun davlat manfaatini asos qilib shunday bir siyosat tuzgan. Qur'oni Karimda shuningga yo'l qo'ygan yani mana shu vaqtida. Chunki sirtqi adolatni tanqil olmaydi. Bir davlatniki prezidenti yana bir davlatga adil bo'l deya oladi, lekin qat'iy adil bo'lsa deb uningga besim ishiltanmaydi. Shuning uchun bu yerda Qur'onda deyilgan nima degan vaqtida tavsiya qilishga bo'ladi. Ammo ikkinchi tarafga kuch qo'llanmaganligi uchun u yerda ikki tarafniki o'rtaq manfaatni chiqish qilgan holda siyosat qo'llanildi. Endi biznikilar kelgan vaqtda desa, biznikilar kelgan vaqtida din nimani siyosatni e'tiqod nuqtasidan qarab, ya'ni e'tiqod nuqtasi bilan qarab, bu e'tiqodiga uyg'un kelgan odamlar bilan yoki davlat yoki xalqlar bilan siyosat qilish, uning bilan birga ish birligi qilish, u manfaatni asos qilmay, e'tiqodni asos qilish. Bundaq bir siyosatni shunday narsalar bilan monopol qilib olish avjab kelgan. Burun tortib shunday avjab kelgan narsalar, masalan 33-yildagi inqilobning o'zidami e'tiqod asosiy o'ringa o'tib ketganligi uchun Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati degan shunday o'zi davlatlar qurilgan. Shuning uchun bu yerda Qur'on degan vaqtda Qur'on aslo e'tiqodni asos qilmaydi. Davlatniki, ya'ni ikki tarafda xalqniki o'rtaq manfaatni, adolatni asos qiladi. Xalqniki tashqi siyosatda manfaatni asos qildi. Shuning uchun bu yerdagi siyosatni yana e'tiqod bilan monopol qilib olish orqali biz o'zimiz bilan bir e'tiqodli insonlar bilan birga o'zi ish olib boramiz yoki ulardan o'zi foydalanamiz.
boshqa dindikilardan foydalanish harom yoki u yerga berib panohlik tilash harom degan o'xshash nurg'ulg'an haromlarni chiqarish bu butunlay xato. Bu o'zi e'tiqod orqali ya'ni siyosatni monopol qilish deb qaraldi. Buning o'zini Qur'oni Karim to'sidi. Chunki Qur'onda lakum dinukum valiyadin. Yani siyosat qo'ygan nima chegara qasi degan vaqtda lakum dinukum valiyadin. Yani bir davlatning ichida qaysi dindagi odam bo'lishini qat'iy nazar, qaysi din yo qaysi millat bo'lsin uning qat'iy nazar uniki milliy kimlikka yoki diniy kimlikka qaramasdan uniki qilgan ishi qarash bu asos qilindi. Yani insonlikqa qarash asos qilindi bunday vaqtida. Shuning uchun shunday bo'lgan vaqtda davlatda adil bir siyosat, adil bir qonun ijro qilish mavjud bo'ladi. Agar u yerda dinchilikni, millatchilikning o'zini yoki mazhabchilikning o'zini birinchi o'rin qo'ygan vaqtida u davlatning ichidagi boshqa millatlarga zulm qilish, boshqa millatlarni kamsitish, boshqa dindikilarni kamsitish va uni haqorat qilish kelib chiqadi. Shuning uchun buning o'zini Qur'oni Karimdagi bundaq qo'ygan chegaralarga, hududlarga tajovuz qilish nihoyat og'ir jinoyat. U insonlarga zulmni keldi. Zaten Qur'oni Karimda faqat zalama nafsa deganning o'zimi yoki faulaykumuz zolimun deganning o'zimi ashnaga yetarli bir javob, yana. Yana biri iqtisod. Iqtisodga da Alloh taolo pul yig'ishda, pulni kerakliga berishda hech qanday bir o'zi e'tiqod yoki millat belgilab bermagan. Yani davlatning ichiga misol qilgan vaqtimizda bir davlatning ichida davlatning bejini to'lashga imkoni yetgan, ya'ni shuni ishlab to'ligidek holatda pul topgan odamlarga shuni imkoni qarta o'zi bojni qo'yish, ya'ni davlat o'ziniki ehtiyoji qarta boj belgilaydi. Belgilagandagi shu ehtiyoji qarta belgilagan bojniki u odamniki topgan pulisi qarta qanchalik boj berish kerak, uni davlat belgilaydi. Buni o'zini nim qilish, berish va uni yig'ilgan o'zi iqtisodning o'zini davlat haqosiga ishiltish bilan birga davlatning ichida ki fuqarolardan qaysi din yoki qaysi millat, qaysi mazhab bo'lishidan qat'iy nazar ehtiyoj egasiga, ehtiyojli insonlarga berish. Bu o'zi Qur'oni Karimda maqsad qilindi. Asla u yerda musulmonlar yesi bo'ldi. Hozirgi vaqtdagi prinsip ashib qoldi endi. Mana bu o'tganda bir qatim nimaga Ispaniyaga borsak, shu qachon bordik, bir oyning oldi bordik deymi. Bağa vaqtda shu yerda bir bilan ko'rishib qoldik. Qisaq u yerda Uyg'urlar yo'q-ki. Yani musulmonlar oz ekanda. Bu yerda musulmonlar ozki, u Londonda, yani Angliyada, boshqa Yevropa davlatlarida musulmonlar jex deb ash gapni qildik-da, qisaq odam deydi. Bu yerda yordam bermaydi, uning uchun musulmonlar yo'q deydi. Endi musulmonlar demakki, u qadar tiriktab bir holatga tushib qoldik-ki, faqat yordamga tayanishdan boshqa hech qanday chorasi yo'q holatga tushib qoldik. Kuching vaqtida ishla. Ağırıp qalsang, u vaqtda davlatga bo'ldi, men ağırıp qaldim, men ağırıq desen, ağırıq bo'g'ining ras bo'lsa, u davlatniki, u davlat san pul bersa hech qanday bo'laverdi u. Ammo sog' salomat vaqtida ishlash lozim. Davlatga boj topshirish lozim. Buningcha degan vaqtida buning o'zini yana imkoni bor odam ishlab davlatga boj topshirish, bu o'zi Qur'oni Karimda zaten belgilangan belgilama shu. Ammo yolg'on gap qilish, aldamchilik qilish bu butunlay o'zi Qur'oni Karim cheklangan bir narsa. Og'ir jinoyat ham mana shu vaqtda. Endi bu iqtisod topimi yoki iqtisodni ashundoq bekordan yeymi deb o'tirib, u yolg'ondan og'riq bo'lish yoki yolg'on gap qilish, aldash bu butunlay o'zi Qur'oni Karimdagi bu chegarani, ya'ni
iqtisod tepishdan iborat bu chegaraning o'zini buzishdan boshqa narsa bo'lmaydi. Ya'ni halol emgak bilan halol iqtisod tepish bu Qur'oni Karimda belgilangan va u halol topadigan yerga haromdan tepish bu o'zi butunlay o'ziga o'zi zulm qilish bo'lib hisoblanadi. Ya'ni bir tarafdan isrof hisoblanadi. Isrof degan nima degan vaqtda o'zining aqlini va o'zining jismoniy kuchini o'z o'rnida ishlatmaslik. Bu isrof bo'lib hisoblanadi. Aqlimizni biz kishilarni aldashqa va kishilarga yolg'on so'zlashga ishlatsak, u vaqtda biz aqlimizni isrof qilgan bo'lamiz. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda iqtisodning o'zidimi Alloh taolo belgilagan bu belgilamning o'zini, chegaraning o'zini buzib, boshqalarga zulm qildigan odatga aylantirib olsak, u vaqtda nima bo'ldi desa, uni biz zulm bilan monopol qilib olgan bo'lamiz. Shu vaqtda bu Alloh taoloning belgilamasini buzgan bo'lamiz. So'zni degan vaqtda Alloh taolo har qanday narsaga isrof degan bir nimani qo'yib qo'ygan Qur'oni Karimda. Isrof degan ortiqcha yo keraksiz yerlarga yo keraksiz so'zlarni degandek qilmaslik. Ya'ni bir so'z bir yer kerak emas bo'lsa, u yerga u so'zni qilib o'tirmaslik yoki bo'lmaydi ortiqcha so'z qilmaslik. Bu o'zi Qur'oni Karim belgilagan bir belgilama. Agar u yer ortiq so'z qilib, boshqalarningki evini ochadigan yoki bo'lmaydi u yer keraksiz so'zlarni qilib, boshqalarni qaymoqtirgan bunday bir ishlarni qilsak, u vaqtda biz so'zning o'z o'rnida qilinganligi, ya'ni isrofni paydo qilgan bo'lamiz. Shu vaqtda biz nima bo'ladi degan vaqtda Alloh taolo belgilagan shu chegaraning o'zini buzgan bo'lamiz. Hamda biz yuqorida deganga o'xshash, misol bizniki diniy olimlarimizning ichida nurg'un shunday yaxshi, mush sohani bildigan shunday yaxshi olimlarimiz bor. Ammo bir qism jiq narsani tahlil qilmaydigan shunday qarchaqlarimiz bor. Buning o'zi nima deydi degan vaqtida bu so'z harakatlarga, so'zlarga kelgan vaqtidami boy deganga o'xshash o so'zni millat araydigan, din araydigan yerga ishlatadigan, shunday isrof o'rnida ishlatadigan bundaq ishlar ham mavjud. Hamda bizniki shu musiqa sohasidami lahval hadis degan Sur Luqmondagi bir kalimani naql qilib, lahval hadis deganning o'zi shu naqshi musiqaga yotadi deb o'tirib tahlil qilmay, lekin naqshi musiqalarimizni Uyg'urlarniki madaniyatini tamoman haromga chiqarish uchun shunday harakat qilgan ishlamniyati ko'p. Shuning uchun bu alqi so'zlarni qilgan vaqtida, ya'ni so'zni o'rnida qilish Alloh taolo belgilagan, ya'ni Qur'oni Karim belgilagan narsani so'z sohasi degan vaqtda yolg'on gap qilmaslik, bo'xton chopilmaslik, g'iybat qilmaslik, birsiga haqorat qilmaslik, kishilarni yomon yo'lga boshlagan so'zlarni qilmaslik, shahvoniy so'zlarni qilmaslik degan o'xshash nurg'unlagan o'zi belgilamlar bor. Bu belgilamlar nima degan vaqtda hudud, ya'ni so'zniki atrofini bekitgan bir chegara. Biz shu so'zning o'zini chegaraning qaysi birisini buzsak so'z qilgan vaqtida shu so'zniki bir tarafdagi chegarasining o'zini buzayotgan bo'lamiz. Shu vaqtida biz nima qilgan bo'lamiz esa faqat zalama nafsi yoki faulahumuz zolimun degan oyatning birisiga tushamiz. U ya bir o'z yolg'on gap qilgan uchun o'zimiz ham zulm qilgan bo'lamiz va boshqalarga ham zulm qilgan bo'lamiz. Ya'ni yolg'on gap qilgandikanlar boshqa odamga yolg'on gap qilgan gap, u odam biz degan gapniki yolg'onligini bilmagandiki u rost o'xshaydi deb ishinib qoldigan gap. Shuning bilan uniki zehnini tortadigan gap. Shu vaqtida nima bo'ldi desa, so'zniki chegarasini buzish bu o'zi o'ziga va boshqa insonlarga ziyonli. Endi biz hozir oz bir qismini deyapmiz, buni so'zlab kelsak nurg'un taraflari bor endi. So'z harakatlarida muomala sohasidami Alloh taolo bekitgan narsani degan vaqtda insonlar o'zaro muomala qilgan vaqtda rost, sadoqat bilan adolatning ustida muomala qilishni Alloh taolo buyurgan. Sodiq bo'lish, ya'ni o narsada sodiq bo'lish
Şunun için Kur'an'da veylul lil mutaffifin ellezine izâ tâlu alen nâsi yestevfun ve izâ kâluhum ev vezenuhum yuhsirun degan ayetning o'zidimi elish-verish muomalasi qilgan vaqtning o'zida sodiq bo'lish lozim. Ya'ni bir kamchining o'zi bir odamga kamlab bergan vaqtida olganda qandoq olgan bo'lsa, sotganda ham shundoq setish degan, ya'ni bu sadoqatni ham adolatning o'zini bildirgan narsa. Şu muamele qilgan vaqtida tijorat bo'lsin, ilm berim bo'lsin yoki muomala har qanday bir ishning o'zida orliqda sadoqat va adolat asos qilindi. Agar buning o'zini buzgan vaqtda, adolat buzilgan vaqtda zulm paydo bo'ldi, sadoqat buzilgan vaqtda yolg'onchilik, aldamchilik paydo bo'ldi. Qarshi tarafga o'zi zulm paydo qilgan bo'lamiz. Bu zulmni paydo qilish Alloh taolo belgilagan chegarani buzgandan keyin paydo bo'lgan narsa. Bu yerda Alloh taolo har bir narsani, har bir prinsip yoki har bir o'zi buyruqning o'zini bir qancha narsalar bilan atrofini o'rab qo'yishlik sabab nima degan vaqtda insonlar ashning ichida harakat qilsa, o'ziga ham foydali, boshqa insonlarga ham foydali bo'lganligini Alloh taolo bilganligi uchun shunday belgilab qo'ygan. Agar uning o'zini biz buzgan vaqtida uni doirasini biroz kengaytib, yolg'on gap doirasiga kirdirib, bunda qilgan vaqtda deganda u ya o'zimizga bir ziyon zulm paydo qiladi, yoki qarshi tarafga zulm paydo qiladi, yoki har ikki tarafga zulm paydo qiladi. Ya'ni uniki zaten o'zi bir tarafga ziyni bo'ldi, ya har ikki tarafga ziyni bo'ldi. Bunda bo'lganligi uchun buni Alloh taolo cheklab, ya'ni mushaygachilik qilsam, u to'g'ri bo'lgan bo'ldi. Ya'ni har ikki taraf ziyon topmaysizlar, foydalisi. O yerda Alloh taolo o chegarani belgilab qo'yishda Allah foydali ishni nima? Allohga biz hech qanday foyda yetkiza olmaymiz qilgan ishimizda. Bütün o'zi foyda ziyon o'zimizga va atrofimizga insonlarga bo'ldi. Shuning uchun bu yerda sadoqat insonlarda nihoyat muhim bir narsa. Bir inson sadoqatman bir inson bo'lsa, u inson atrofdagi har qanday insonlar tarafidan hurmatlanadi. Har qanday odam yaxshi ko'rdi bunday odamning o'zini. Bir inson bir ishtila shunday sadoqatmanligi yo'q bo'lsa, uning o'zini uningdan yolg'onchi degan bir narsa uning paydo bo'lib qoladi. Shuning bilan insonlar uni yaxshi ko'rmaydigan. Alloh taolo bu yerda nima degan vaqtida hamma odam bir-biriga nihoyatda yaxshi bo'lib o'tishi lozim. U o'tishniki birdan bir yo'li adolat va samimiyat, ya'ni sadoqat. Allah Teala yemek içmek sahasında mı yana şundak özü belgelemlerinin özünü bekitken. Misalda yemek içmekte haram etrafını özü haramlar ve mandak nesini yiysen kısanlı bulmaydı. Birinci maddi cihetteki haramlığına Kur'an-ı Kerim'de bayan kılan mandak narsalar haram. Bunu yiysen bulmaydı dep, yiysen ya içsen bulmaydı dep kılan. İkinci tarafi manevi cihetten haramlarını bekitken. Misal bir halal nesinin özüne uğulu verişinin özü haram. O uğulanğan narsa haram emas, uğulaş degan narsaning uğulaşdan ibaret bu iş, bu hareket haram yani. Bir narsani setish halal, yani halal narsani setish halal. Onu yolg'on gap bilan setish haram. Yolg'on gap qilib setish haram. Yani mana shu vaqtda u narsa o'zi halal, ammo yolg'on gap qilish aytdiki narsa yolg'on gap qilib turib, uning qalqi bemincha uning yo'q narsani sifatlab, uningdan keyin uni setish o haram. Uyga borgandan keyin u narsa hamsi bo'sh chiqadi. Shuni qalqi og'a odam ziyon tortadigan gap. Shuning uchun ma Yevropalikning bir nemasi bor. Har qanday bir musulmon o'rganish kerak shuning o'zini. Masalan, bir mashinani olmoqchi bo'lsak, borgandan keyin mashinani ko'raydi, hamma yerini ko'rib bo'lgandan keyin meniki beshima kelgan bu narsa. Bu mashinani ko'rib, atrofni hammasini chugilab, ostiga munda qarab nima qildim, shuning bilan o'zi men remotchi bo'lmagandan keyin, mashinani inchikilab bilmaydigan bo'lgandan keyin shuning bilan bo'ldi desam, hamma yerini ko'rib oldingmi dedi. Ko'rib oldim desam, kelmayaga deb
aslida biyaning o'zi nima qilib, mana mushaning o'zi surilib ketgan mayani ko'may qolding dedi. Mushu men mu'min, men musulmon degan insonlarda, ya'ni haqiqiy bir insonda zaten har qanday bir inson bo'lishini qat'iy nazar, insonda bo'lishi lozim bu narsa. Ya'ni mana shu vaqtida bunu setib oldim deb, masalan, o'lqi jiqqu bu Osiyo davlatlarida, masalan, bir yerga kirsak, üzüm şaptul satılgan yerga berib qolsaqmi, o şaptulniki bitirib sesib ketgan bo'lsa, unda ish tarafiga qilib qo'yib lekin uni ko'maygan qilib qo'yib lekin shapida setib lekin xaltasiga sepib bergan gap, o'yga olgandan keyin beminchi ses chiqadigan gap. Bu Yevropada bundaq narsa yo'q masalan. Bir do'kondan loza olsaqmi, lozniki sesib qolgan yerlarini biz qo'limiz u yerga tegmay qolib qolgan bo'lsa, kassaga olib qolgan chog'da u yerda pul to'laydigan bir odam bo'lgandan keyin u mundaq tutgandan keyin uni ko'rgandan keyin ma sesqika deb ko'rsatib, yengisini akib amlashtirib, andan keyin mana nima qil deb amlashtirib berdim Yevropaning nimasida. Bu har bir musulmonlarniki o'rganishga tegishlik hem qilishga tegishlik bir o'zi nihoyat yaxshi bir xislat mana shu vaqtida. Shuning uchun bu samimiyat, sadoqat, ya'ni mana shu yig'ib aytgan vaqtda haqiqiy insonlik bu insonlar uchun nihoyat muhim bir narsa. Yani Qur'oni Karim insonlarga yig'ib aytgan vaqtda haqiqiy insonlikning o'zini o'rgatish orqali insonni haqiqiy bir inson qilib o'zi qurib chiqish uchun tushirilgan bir kitob. Qur'oni Karimning bütün o'z sohasini hammasini yig'ib bir insonning vujudiga mujassamlashtirgan vaqtida u insonning o'zini shundoq o'zi to'g'ri bir inson qilib qurib chiqilgan bir sistema ekanligini bila olamiz yani. Kiyim-kechakning o'zidami Alloh taolo shundoq chegaralarni belgilab qo'ygan, qandoq kiyimni qandoq kiyish sohasida, qandoq kiyimni emas, kiyimni qandoq kiyishni Alloh taolo belgilagan. Yani qaysi millatni kiyimini kiyamiz, qaysi rangda kiyimni kiyamiz, o'zimizniki tanlashiga bog'liq, lekin u qandoq bo'lishi kerak degan vaqtda insonlarniki avrat deymiz, avratini yapa oladigan, ya'ni boshqalarning ko'rishiga bo'lmaydigan yerlarning o'zini yapadigan bundaq kiyimlarni kiyishni Alloh taolo belgilagan. Bu belgilama hudud, ya'ni chegara bo'lib hisoblanadi. Bu da yani etivetishning o'zi, ya'ni bu yani yapmaydigan kiyimni kiyish, u Alloh taolo belgilagan belgilamani buzganlik bo'ladi. O vaqtda boshqa insonlarning diqqatini tortadigan gap, shuning bilan u o'ziga va boshqa insonlarga zulm qildi. Chunki har ikki tarafni gunohkor qiladi, shuning bilan o'zi zulm qildigan gap. Yani shuning uchun bu chegarani buzish bu yerda o'zi har ikki tarafga zulmni olib keldi. Uchinchi yana birisi dushman. Düşmanni to'g'ri tunishdimi? Biz buni maxsus bir mavzu, ya'ni bir suhbat qilgandik. Yoki shu nimada davlatchilik degan mavzuda to'xtaldik bu sohada. Bizniki qarindoshlarimizning ko'pinchilari e'tiqodni asos qilgan holatda bizning e'tiqodimizda bo'lgan odamlar bizning do'stimiz, bizning e'tiqodimizda bo'lmagan odamlar bizning dushmanimiz deb e'tiqodiy dushmanlikning o'zini paydo qilish orqali insonlarimizga dushmanni ko'paytib berish o'xshash shundaq o'zi ishlarni qilib keldi misolda. Ham Qur'oni Karim degan vaqtda Qur'oni Karim faqatla bir talla shart qo'ygan. U shart nima degan vaqtda kim sana zulm qilsa yoki kim sana hujum qilsa, u sening dushmaning. Bu qadar yana o'zi o'ng'ay uni bilishning o'zi. Yani bizning vatanimizga kim tajovuz qilib vatanimizni besib olgan bo'lsa, u bizning dushmanimiz. Yoki vatanni mustaqil bir vatanimiz, yani vatanimiz mustaqil bo'lgandan keyinmi, kimki shu bizning vatanga hujum qilsa, tamoman besib olmagan taqdirda bir bo'lib vaqtlarga hujum qilsa, u hujum qiluvchi
qaysi dinda, qaysi millat, qaysi mazhab bo'lishidan qat'iy nazar, u bizning dushmanimiz va uning o'zini dushman deb hisoblashimiz va dushman qatorida uningga hujum qilib, uni chekindirishimiz bizning vazifamiz. Ya'ni aslo bizniki vatanimizga hujum qilmagan, biz bilan hech qanaqa ishi bo'lmagan bir millatning o'zini uning diniy e'tiqodi sababidan uni dushman tutish, bu bizga nihoyatda o'zi qamlashmagan bir ish. Ya'ni xato bir dushmanni, xato bir insonni dushman qilganlik hisoblanadi. Yani hozirgi vaqtda bizga kim hujum qildi, kim besib oldi, kim zulm qilyapti, kim o'ltiryapti degan vaqtda faqat Xitoy. Xitoy hokimiyati. Ana bu shu bizning dushmanimiz. O bizniki boshqa yerdagi e'tiqodi bizga o'xshamagan Yahudi bo'lib ketsin, Nasara bo'lib ketsin, Buddistlar bo'lib ketsin, u bizning dushmanimiz emas. Uning e'tiqodi o'ziga, bizning e'tiqodimiz o'zimizga. Qur'oni Karimning hukmi bo'yicha lakum dinukum valiyadin. Hamma odamniki e'tiqodi o'ziga. Chunki u e'tiqod Alloh bilan insonning o'rtasidagi ish bo'lganligi uchun uni hech qachon yana bir odam hisobni elish, hisob berish majburiyati yo'q. Uning hisobini Alloh oladi. Şoň bu yerda e'tiqodi o'xshamaydi-ekan, mazhabi o'xshamaydi-ekan yoki millati o'xshamaydi deb o'tirib, uning o'zini dushman tutish o to'g'ri emas. Dushman degan nima degan vaqtda sana hujum qilgan odam dushman. Yani bizning vatan kim dushman hujum qildi, u bizning dushmanimiz. Ortiq bir o'zi ta'bir berishga hojat yo'q yani. Yani yürüştürüş sohasidami Allah Taala şundaq o'zi Sura Luqmonda wala tamshi fil ardi maraha degan o'zi oyat orqali bayon qiladi. Kishilarga o'zini ko'rsatib, boshqalarni ko'zga ilmagan shaklda mengish, boshqalarga ruhiy jihatdan zulm paydo qilgan holatda undaq mengishning o'zini Alloh Taolo cheklagan. O cheklimning o'zi bir chegaradir. Uni buzish, boshqalarni ko'zga ilmaslik, o butunlay o'zi chegarani buzganlik bo'lib hisoblanadi. Yani so'zlasak hozir nihoyat o'zi jiq bu nimaning o'zi. Bu Qur'onning o'zidan masalan Sura Baqarniki 230-oyatida nurg'ulg'an o'zi nimani ma yuqoridagi الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها وما يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون diye muş ayetini özümü. Allah Teala talaq haqqida ve ajrashish haqida, yani ajrashgandan keyin o ayolga bergan narsani nima o mehr haqqining o'zini elib olmaslik haqida shundaq o'zi belgilamalarning o'zini chegarani bekitgandan keyin bu yerda oxirida nima deydi degan vaqtida tilka hududulloh, yuqorqilarning o'zi Alloh taolo belgilagan bir belgilama, yani chegaradir. Uning yaqinlashmanglar, kimki onunla hücum qilsa, o zalimlardan bo'ladi deb o'zi bayon qiliqliq. Ya'ni har bir sohada Qur'ondagi har bir farz deymiz, har bir buyruq deymiz, har bir prinsip deymiz, uniki ashundaq o'z nimalari va chegaralari va o chegarasining o'zidan bir talni buzsak, o vaqtda shuning loyiq u yerda o'zimizga va boshqalarga zulm paydo qilganligini Qur'oni Karim bayon qildi. Yani bunun o'xshash oyatlar yomon jiqgan va Sura Nisoning 10-oyati, Sura nimaniki yani Sura Nisoning 14-oyati shuni bayon qiladi ekan, Sura Tövbening 97-oyati, Sura Mujadilniki 4-oyati qatorda shundaq o'zi nihoyatda jiq, yana 10 natijada shu hudud, yani chegara haqida Qur'oni Karim to'xtaladi.
demak bu chegara har bir masalada e, so'zlash va yuqori degan so'zlashdan tortib tomoq yeyishdan tortib toki o'zi siyosat iqtisod do'st dushman qilchilik hammasida alloh taolo bu narsani aniq belgilab qo'ygan. Uning sirtiga chiqish insonlarga o'zaro zulm paydo qildiganligini Qur'on bizga bayon qiladi. Shuning uchun biz har qanday vaqtda bizda Tayyip Erdo'g'anning jiq gapi bor bu sohada haddingni bil deydi. Shu haddingni degandagi haddi degan Qur'oni Karimdagi hudud aşışı. Haddi deganni sen o'zingniki doirasini bil. Undan halqib ketma degan gap. Bu sohada ma o'zimizniki masalasi kelsakmi, misol diniy sohadagi insonlar diniy sohani yaxshi tadqiq qilishi, bilishi va insonlar to'g'ri uni tushuntirishi lozim. Ammo diniy sohani tadqiq qildim deb o'tirib, o'z bilmaydigan boshqa sohaga kirib olib, misolda uning bilimi dunyoda men bilmaydigan hech qanday narsa yo'q deb hamma sohaga chetga erishniki hech qanday o'zi keragi yo'q. Chunki har sohaning odamlari o'zining ishini o'zi qilsin, shu vaqtda nihoyatda yaxshi qila oladi. Hammani men bilimi degan odam aslida hech narsa bilmaydigan odam. Agar u hammani bir odam bila oladigan bo'lsa, dunyoda undaq odam aslo mavjud emas. Hatto payg'ambarlar bunga daxil misolda. Shuning uchun bu yerda o'zimizniki haddini bilishimiz, bir yerda tabliq qilgan vaqtdami davomli o'zi to'g'ri bir niyat bilan to'g'ri narsalarning o'zining Qur'oni Karimning haqiqiy o'zi maqsadini kishilarga yetkazsak, to'g'ri narsani yetkazgan bo'lamiz. Uni to'g'ri niyat bilan yetkazishimiz va boshqalarga hujum qilish niyatida gap qilmasligimiz lozim. Degan taqdirdami uniki yaxshi bo'lish, ya'ni shunday qilsak yaxshi bo'ladi degan niyatda gap qilsak, ya'ni uni tanqidlagan yaxshi niyat bilan tanqidlagan asosda gap qilsak, u to'g'ri bo'ldi. Ammo u yerda boshqalarning aybini aytish maqsadida yoki boshqalarni ayblab xalqning orasida uning o'zini siqinti paydo qilish maqsadida bunday qilish o'z nihoyatda Qur'oni Karimga to'g'ri keladigan bir narsa emas. Bugun shu hudud, ya'ni chegara haqida to'xtalsak yomon jiqkan, ham asosan buningdagi nurg'un odamlar buni bildi endi bu sohadagi narsalarni. Buni tafsili Qur'oni Karimdagi butun sohani hammasini qilsak, bu yomon jiq gapkan bu. Shuning uchun men shu asosli tarafining o'zini e'tiqod, ibodat, siyosat, iqtisod, muomala sohasida, tijorat sohasida, do'st dushman sohasida, kiyinish, yeb ichish sohasida shunda nima qilgan bo'ldim. Qolgan sohaning o'zi asosan shu sohaniki doirasida ekan. Meni tanlaganim qaragan vaqtida qilib qolgan bo'lsa hamda mana Abdulaziz Bashto'roq qarindishimiz buningga kichkina qo'shimcha qilsa bo'ldi. Xo'sh. Assalom. Estağfurullah. Ustoz her zaman yaxshi so'zlarni qilib kelyaptilar. Hammamizga shu o'zimizningki haddini bilishni, ya'ni chegaramizni qirmızı çizgi deb qo'ygan ama shunga o'xshash endi biz haddini bil deb ba'zi achchig'imiz kelgan chog'da deb qo'yamiz. Shu Uyg'ur tilidagi had degan gapning Qur'on Karimdagi had Allohniki, tilki, hududulloh degan oyatlar qancha unimiz deb o'tdilar. Chiqgan hammasiga to'xtalib bo'lmaydi. Ammo shu bizning hududimiz shu Qur'oni Karim she'r chizib bergan-ku hamda Allah. Endi biz onunla yeterlik hesaplamayımız için şundan sonra qılındıysa biz bu başka bir nersin bulmuş olmaydı da yine bu üzümüzden haddini eşim aldık kendimiz. Onun dinkini şu başka Allah'ın çiğrisinin sırtındaki başka çiğralarını ona ketivelip andikin ağ çiğra bilen başkalarını ölçep andavcı. Onun dinkin
Onun hata hükümünü çıkarıp, onun marka çaplap, bunday işleyecek hem de. Şu anlıkı bizning Xotanda haddin alab, eshiging saman yemaydi deb tasashi achchiq kelgan chog'da ashgamni qilib qo'ydi endi shu. Hı. Şuna ba'zi qarindoshlar o'zining haddini bilib olsa, u haddni boshqa yerdan emas, Qur'oni Karimdan izlasa, undan keyin uni topolaydi deb o'ylaymiz hamda. Doğru. Mesela bu kitap sana yetmemdi desem de biz o yetmeydi de başka kitaplarını mı aldık emmiz? Onu qo'shib oldik emmiz. Onunkin chegara aniq belgilangan chegaralar borda hamda Allohniki mesela haram nimasida aniq belgilab qo'yiladi. Nimaning halol, nimaning haram ekanligini uchun. Endi u halaqi biz onunga nima qilmay, mesela bir chegarani sizib bergan bo'lsa, onunga boshqa narsalarni tiqib olib, a chegaraning ishidagi narsani biz harakat qilgan Hı. doiraning uchun kichikiltib qo'ydik ekanmiz-chu. Unda o'zimiz shu siqilib, Hı. ikki putimizni bir o'taga tiqib olgandan keyin, andan keyin bizda ilgirlash bo'lmaydi ekan. O'sha Doğru. taqishgan. Mesela ilim sahasida misol alsak ilimni butunlay diniy ilm bilan diniy ilm degan bir so'z bilan monopol qilib olishdi. Uning chegarasini tamoman buzib tashlab. Ammo Qur'oni Karim desa, ilm degan vaqtda insoniyat kerak bo'lgan har qanday ilmning o'zini o'z ichiga oladigan shunday bir kalimni ishlatgan. Yani her Shu. qanday sohadagi ilmni o'rgansek bo'laverdi. Faqat buning chegarasini bekitgan Alloh taolo. O chegarasi nima degan vaqtda uni to'g'ri yo'lda ishiltish. Ya'ni bir yerga bir narsani ziyniq ishlatmaslik, ish qilib bir ziyonga, birsiga zulm qildigan bunday zulmga vasita bo'lgan bunday bir narsaga ishlatmasdan to'g'ri shaklda ishiltish bu o'zi belgilangan. Shu Qur'onda isrof qilmaslik, ilmni isrof qilmaslik belgilangan. İsrof qilmaslik degan so'zning o'zi o'rinsiz yerga ishiltish degan ma'noni bildirdi. O'rinsiz yerga ishlatgandan keyin u birsiga ziyon soladi yoki bo'lmaydi, o'ziga ziyon soladi yo atrofidagi ya'ni muhitga ziyon soladi degandek har xil ziyonlarni soldi. Ham uning o'zini bizning inson